Tug'ruqdan keyin sizlarda siydik tutish muammosi bo'lyaptimi? Qin kengligi yoki bo'lmasam tug'ruq travmalari, tug'ruq tikinlari ochilib qolib sizni bezovta qilyaptimi? Tug'ruqdan keyin o'zingizda diskomfort sezib, oldingi o'zingizni topolmayapsizmi? Unda bu temamiz aynan sizlar uchun. Ya'ni bugungi mavzumiz qin plastik operatsiyalari haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring va yo'qotmaslik uchun bizga podpisatsiya bo'lib qo'ying. Bizni call centrimizga juda ko'p savollar keladi. Instagramdan, YouTube kanallaridan. Hozir shu savollarni umumiy qilib javobini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni, plastik operatsiya homiladorlik paytida mumkinmi? Plastik operatsiyani tuqqanimdan keyin darrov qildirsam bo'ladimi? Yoki bo'lmasam, plastik operatsiya homilador payti faqat lablarini olib, keyin tuqqandan keyin operatsiya qilsa bo'ladimi? Yoki bo'lmasam, men bir farzandman, tug'ruq paytimda razriflar bo'lgan. Endi uni plastik qildirsam bo'ladimi? Plastik operatsiyadan keyin o'zim tug'a olamanmi? Yoki bo'lmasam, keserva bo'lib tuqqan ayollarga ham plastik operatsiya mumkinmi degan savollar juda ko'p kelyapti. Hammasiga umumiy qilib javob beradigan bo'lsam, hurmatli ayollar, homiladorlik paytida nafaqat plastik operatsiya, lazer protseduralari ham mumkin hisoblanmaydi. Sababi bu sog'lig'ingizga va homilaga ta'sir qilishi mumkin. Erta tug'ruqni ham chaqirishi mumkin. Ikkinchidan aytadigan bo'lsak, homiladorlik tugagandan keyin siz farzandingizni tug'ib olganingizdan keyin toki 3 oy, 5 oy, 6 oygacha qin plastik operatsiyalari yoki bo'lmasam labioplastiklar qildirish mumkin hisoblanadi. Lazer protseduralarini esa 40 chilladan chiqib olishingiz mumkin. Birini tuqqan ayol bo'ladimi yoki keserva bilan 2-3 ta tuqqan ayol bo'ladimi? Barchaga agar o'zida qin sohasida siydik tuta olmaslik, qindan har xil havolar chiqishi, bachadon tushishi yoki bo'lmasa er-xotin jinsiy aloqalar munosabatlarida diskomfort sezayotgan bo'lsa, har xil turdagi ayollarimizga bu operatsiya mumkin hisoblanadi. Bu operatsiya hech qanday zararli emas, aksincha bu sizni o'zingizni sog'lig'ingizga, ishonchingizga va jinsiy hayotingizni sifatini oshirishga juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni operatsiyalarimiz estetik did bilan chiroyli tarzda faqat ayollar jamoasi orqali o'tkaziladi. Agarda sizni ham shunaqa muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa yoki bugungi suhbatimizdan to'liq ma'lumot ola olmagan bo'lsangiz, unda konsultatsiyamizda kutib qolamiz. Ona bola klinikasi, Qurbonboyeva Tursunoy Bahodirova.